Assalomu alaykum aka. Sizingiz aka. Bir dona shashli berib turasizmi? Pulim yo'q edi, qornim ochib ketdi aka. Zo'r aka, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Sizingiz. Nima gap? Nima bo'lyapti? Ay, bitta shashli kerak edi-da, qornim ochib ketdi shunga. Pulim yo'q edi-da. Berib ol, ber. Ikkita shashli berib oladi. Aka, rahmat. Nimasi bilan beradi? Rahmat aka. Ikkita shashlini puli bilan sen yo'g'ri bor yo yo'q olib ketmaysan-ku. Akalar, rahmat. Yeb olmasan aka. Ha. Ko'r bolam, kirib yeb olgin. Agar sira suv oshing kerak bo'lsa, suv osham qilib beraman. Xo'p. Assalomu alaykum aka. Bu bola aka biz aktyorimiz bo'ladi. Eksperiment o'tkazyapti aka. Odamiylik haligi qiynalgan muhtojlarga yordam berish to'g'risida aka bu biza obunachilarimizdan qanday aka? Ot bo'lsa ham. Aka, sizga katta rahmat. Rahmat. Biz eksperimentimizdan qatnashib qoldik. Instagram kanalimizga qo'yamiz, rozi bo'lasiz aka. Bizga yaqindan yordam bergan Tillo shashlik oshxonasiga kattakon rahmat. Tillo shashlik oshxonasida somsa, shashlik, tabaka va baliqlarni topishingiz mumkin. Pastga nomerlar qo'yamiz, bemalol 24 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tillo shashlik profiliga, Instagram profillariga va meni profilim G'ofurov Finance profiliga obuna bo'lib kelsalaring, 3 ta somsa, 3 ta shashlik olsalaring, 4-inchisi bonusiga ketadi. Bundan tashqari somsalar ham bor ekan, 25 minglik somsadan 4 ming so'mlik somsagacha bor ekan. Birinchi partiya somsamiz ertalabki soat 9 ga pishadi, ikkinchi partiyadagi somsamiz obeddan keyingi 5 ga pishadi. Manzillarimiz Toshloqdan kelganda Kubeshdagi Vatanparvar tashkilotining ro'parasidagi Tillo shashlik. Tillo shashlikka kelishlarini o'zimiz ham tavsiya beramiz. O'zimiz yeb ko'rdik ovqatlarini, hamma yo'q zo'r shashliklar, ayniqsa somsasini aytmaysizmi? Hammalaringni kutib qolamiz.